Yurtimizda tabarruk qadamjolar, ziyoratgohlar ko'p. Ayniqsa istiqloldan keyin ularga e'tibor, xususan ziyoratgohlarni obod va fayzli maskanga aylantirish yo'lida ezgu ishlar, ijobiy sa'y-harakatlar qilinyapti. Shovotga yo'limiz tushdi-yu, yana Yusuf Hamadoniy ziyoratgohiga tashrif buyurdik. G'avsul Azam pir, ya'ni Ulli pir, Yusuf Hamadoniy, Said Ali Hamadoniy pirlar va muridlari maqbaralaridan ziyoratchilar qadami uzilmaydi. Ruhan poklanish, ma'nan poklanishni niyat qilganlar e'tiqod erkinligi uchun yaratilgan sharoitlardan, g'amxo'rliklardan, ajdodlar merosga bo'lgan yuksak e'tibordan xursand ekanliklariga qayta-qayta shukronalar aytayotirlar. Biz buyuk ajdodlar ziyoratgoh, xususan Beshmergan qishlog'i tarixi haqida oldingi ko'rsatuvlarimizda batafsil bayon qilganmiz. Bugungi ziyoratimizda asosiy e'tiborni Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi ma'naviyat markazi faoliyatiga qaratdik. Illo tabarruk qadamjoni toza, ozoda, pok tutishda, ziyoratchilarga ma'nan xizmat ko'rsatishda ma'naviyat markazi xodimlarining xizmatlari katta. Markaz rahbari O'rozboy aka Xo'jayevni nafaqat vohada, balki qo'shni viloyatlarda ham yaxshi tanishadi. O'tgan asrning 70-yillarida oldingi Xorazm pedagogika institutini, hozirgi Urganch davlat universitetining geografiya fakultetini tamomlab, o'rta maktabda 10 yil o'quvchilarga dars berdi. Keyinchalik ota kasb, qishloq xo'jaligi sohasini tanladi. Toshkent qishloq xo'jaligi institutini tamomlab, Shovot tumanidagi sohibkor xo'jalikda rais muavini, bosh hosilot vazifalarida uzoq yillar ishladi. Ota meros, tabibchilik kasbi esa unga chinakam inomdir. Yoshligidan qaysi sohada faoliyat ko'rsatmasin va qanday sharoitda bo'lmasin, shifo izlab kelgan bemorlardan yordamini ayamaydi. O'rozboy akani 40 hunar egasi ham deyishadi. Tarixni bilishi, ilmiy izlanishlari, ajdodlarimizning boy madaniy merosiga hurmati esa O'rozboy akaning alohida jihatlaridan biridir. O'tgan asrning 94-yillarida Yusuf Hamadoniy ziyoratgohida juda katta hajmda obodonlashtirish, qurilish ishlari olib borildi. Ana shu davrda ziyoratgohda qilingan ezgu ishlar hanuz qahramonlikka mengzaladi. O'rozboy aka shundan buyon ziyoratgoh ma'naviyat markaziga rahbarlik qiladi. Bugun ekilgan gujumlar bo'y ko'rsatdi. Yurtimizning turli hududlaridan tashrif buyurayotgan ziyoratchilar obod maskandan ruhan va ma'nan madad topmoqdalar. O'rozboy aka, siz bilan shu Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi, mana Ulli pir to'g'risida, bu joyni tarixi xususida juda ko'p suhbatlashganmiz. Bugungi suhbatimizni mavzusini shu ma'naviyatga bog'lasak, mana shu ziyoratgohda mana ma'naviyat markazi faoliyat ko'rsatmoqda va unga siz rahbarlik qilib kelmoqdasiz. Bilamizki, yuksak ma'naviyatli inson g'ururli bo'ladi, qolaversa yengilmas bo'ladi. Mana shu ma'naviyat markazini faoliyati va olib borilayotgan ibratli ishlar xususida nimalar deya olasiz? Mana shu avvalam Xudoga ming shukrki, shu O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin, mana shu 91-yildan keyin bizni O'zbekistonning hamma joylarida, shu jumladan bizni mana shu Xorazm viloyatida ham mustaqillik sharofati bilan Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi, bu ilgaridan insonlar ko'p ziyorat qiladigan, eng bir juda bir oqimi ko'p bo'lgan ziyoratgohlardan biridir. Mustaqillikning sharofati bilan mana shu 94-yilda bu yerda qurilish boshlandi. 95-yil noyabr 3-noyabr kuni mana shu yerda ochilish marosimi bo'ldi. Mustaqillikning sharofati bilan mana shu yerda yana ziyoratchilar yotadigan ajoyib bir inshootlar qurildi. Shu yerda mana shu ziyoratgohning ulug'ligini, islom olamida eng ulug' odamlardan hisoblangan Said Muhiddin Abdulqodir Giloniy, Abduxoliq G'ijduvoniyning ustozlari Yusuf Hamadoniy, Said Abdulqodir Giloniyning yana bir shogirdlari mana shu Said Ali Hamadoniylarning mana shu yerda maqbarasi, ziyoratgohi. Shuni sharofati bilan mana shu yerda juda katta ishlar qilindi. Mana shu yerda 95-yildan keyin ma'naviyat markazi vujudga keldi. Biz insonlarga, ziyoratchilarga xizmat qilish uchun shu yerda ko'p ishlar qilinyapti. Ya'ni oldin kunmalarda, chodirlarda, chertaklarda yotgan ziyoratchilar hozir Allohga shukrki
shuni jihozlangan joylarda, hamma sharoitlar bor bo'lgan, muhayyo qilingan joylarda yotib ziyorat qiladilar. Shu yerda ishlab turibmiz. Shuning uchun ham bu yerda ko'p ishlar qilindi. Mana ko'kalamzorlashtirish qilindi, obodonlashtirish qilindi. Mevali manzarali daraxtlar ekildi. Men yuqorida aytganlarimdek 186 gujum ekildi bu yerga. Shundan tashqari mevalar, manzarali daraxtlar olmadan tortib, bizni Xorazmda qanday mevali daraxtlar bo'lsa shu yerda bor. Hattoki mana Annab Jidadi ismi, Yong'oq ismi hammasi bor. Lekin buni tagidan mehnat yotibdi. Mehnatning sharofati bilan shular bo'ldi. Bizlar insonlarga xizmat qilish bizning burchimiz. Ham ma'nan, ham ruhan mana madad berib kelyapsizlar ziyoratchilarga. Qolaversa keyingi paytlarda shu servis xizmat turlari ham yo'lga qo'yilgan ekan. Mana shular xususida nimalar deya olasiz? Bu juda o'rinli gap bu. Mana shu ziyoratxonada, misol uchun ziyoratchilarning yaxshilash maqsadida mana shu yerda mana o'zimiz ichki xizmatchilar bilan, xalq bilan, qishloq aholi yig'inlari bilan maslahatlashgan holda shu yerda hozir bizda mana tish davolash maskani, ya'ni buni aytamiz stomatologiya deymiz. Mana ishlab turibdi. Mana shu yerda Bo'yrachi, Katqala, Qiyot, Beshmargan qishloqlarini kecha kunduz xizmat qilib turibdilar. Undan tashqari bizlar sartaroshxona, suratxona ishlab turibdi, xorazxona ishlab turibdi. Xalqqa xizmat qilish uchun bular o'zlarini qo'lidan kelgan ishlarni qilib turibdilar. Shundan biz ham minnatdormiz. Qulaylik haqında indi birinchidan uyimizni yana, ikkinchidan odamlardan uyini yana. Uzoqqa borib bilmaydilar, markazga borib bilmaydilar. O'rozoy mina shu yerda bir kabinet ochacaqman dedim. Mena gel, o'zim kabinetni beraman deb shu yerda tashkil etib berdi. Yusuf Hamedani Ma'naviyat markazida. Shu yerda kabinet ochdik, ishlab yotibmiz. Qulayliklari yaxshi. Uzoqqa borib yuribmiz. Saxovat ishlariga yo'naltirish bo'yicha qanday ishlar qilinyapti? Mana shu mablag'larni. İnson dunyo kelgandan keyin yaxshilik qilish kerak. Bu yaxshilik insonning eng bir oliyjanob burchi bu. Bu ham bir ma'naviyat. Ma'naviyat bu. Bu ma'naviyat bor joyda muvaffaqiyat bo'ladi. Ma'naviyatsiz inson hech qachon baxtli bo'lmaydi. Misol uchun mana shu yerda bizni aytdim, yuqorida aytganlaringizni biz 4-5 qishloqqa xizmat qilib turibmiz. Shundan tashqari bu yerda masjidimiz bor. Bu masjidga mana tomonimizdan, boshqa qo'shni tomonlardan odamlar kelib, qariyalar kelib ziyoratda mana shu yerda bo'ladilar hamda juma namozlarini, boshqa namozlarni o'qiydilar. Shuni jumladan biz mana shu yerda xalqqa xizmat qilib, ularning misol uchun qishlog'imizdagi, qo'shni qishloqlardagi shu aholilarga, xalqqa yetar etmas oilalar bor, kam quvvatli oilalar bor, boquvchisini yo'qotgan oilalar bor, yetim yesillar bor, maktablar bor, bog'chalar bor. Shularga bizlar qo'limizdan kelgancha yordam qilib turibmiz. Misol uchun shu yilning o'zida biz 750 ming so'mlik yordam qildik. Tarixini bilmagan millat, qolaversa o'z tarixini bilmagan inson tubanlikka yuz tutadi deydi. Shu xonadoningizda bo'lganimizda qiziq, juda bir ta'sirchan bir manzarani guvohi bo'ldik. Shu shajara tuzib, ana shu shajara asosida farzandlarga tarbiya, ta'lim berib kelayotgan ekansiz, tarbiyalab kelayotgan ekansiz. Mana shu shajarani bilish farzand tarbiyasida qanday bir muhim ahamiyat kasb etadi? Prezidentda bir gapi bor. Tarixni bilmagan inson kelajakni bilmaydi. Bu tarix. Biz ham o'tamiz, bizdan keyingilar ham o'tadi, lekin bizdan oldingilar ham o'tgan. Shajarani bilish bu juda bir muvaffaqiyatli, juda bir tarixiy narsa bu. Misol uchun men bir shu yerda ishlab yurganimdan bir xursandman. Misol uchun Yusuf Hamedani ziyoratgohi. Yusuf Hamedani, Said Ali Hamedani, Hosil Azampilar qo'nim topgan joy. Bular 1000 yilga borib tarqaladi. Undan oldingisi bor. Misol uchun Beshmarganni tarixi bor, Beshmargan qishlog'ini. Misol uchun bizning Beshmarganni tarixi 2000 yilga boradi.
Unda shuncha qancha odamlar o'tgan, qancha insonlar o'tgan, qancha eli yurtuna xizmat qilganlar o'tgan. Misol uchun bizlarni mana shu men Sharif tabib Xo'jabay tabib o'g'lining farzandiman. Meni bog'larim ham 7 orqasini biladi. 7 orqa degani, misol uchun ota-bobolarini biladi. Ular kimlar bo'lgan, qanday ishlarda ishlagan, qancha ila xizmat qilgan, qanday odam bo'lganligini biladi. Misol uchun shajara degan katta gap. Shajarani bilmagan odam bu nima desak, ko'r-ko'rona xatolik bu. Shuning uchun mana shu tarixni bilish, shajarani bilish insonning bir katta bir ulug' ishi bu. Shuning uchun ham bizlar shajara to'g'risida men shunday bir xursand bo'ladigan yerim tarixga qiziqaman. Tarix. Bu tarix bizga bir katta saboq beradi. Kelajak evladımıza bizi kaldırgan mirasımız buladı bu. Şunun için hem ben atamı Şerifbay tabib, Xo'jabay tabib oğlun tarixini bilsem, onun evladlarını bilsem, beni bağlarım bilmese, bir katta günah bu. Şunun için 7 arkanı bilmegen insan emas degan. Şunun için mana şu qishloq, şu Beşmergen'de yaşap durup Beşmergen kim? Beşmergen'in sebebini ben köp aytqanman Beşmergen to'g'risida gaplar bo'lgan, mana televideniyada aytilgan. Lekin tarixni bilish biz uchun katta bir ajoyib bir nima desak ham bu davlat bu. Tarixni bilmay, shajarani bilmagan inson emas u. Shu O'razboy aka, biz sizni qishloq xo'jaligi xodimi sifatida ham yaxshi bilamiz-da. Mana bu bugungi faoliyatingiz, shu ma'naviyat bilan shug'ullanyapsiz. Qolaversa mana ziyoratgoh, tarix bilan shug'ullanib kelyapsiz. Endi siz oliy ma'lumotli agronom hasilatsiz, qishloq xo'jaligida uzoq yillar ishladingiz. Bugungi qishloq xo'jaligi, bugungi dehqonchilik va uning yutuq muammolari xususida ham fikrlaringizni bilmoqchi edik. Shu insonda bir qiziqish bo'ladi. Insonda bir qaysi bir soha bo'yicha qiziqish bo'ladigan bo'lsa, men qishloq xo'jaligini eng yaxshi ko'raman. Qishloq xo'jaligi bo'lmagan yerda undan muvaffaqiyat ham bo'lmaydi, yashash ham bo'lmaydi. Unda bir ma'no bo'lmaydi-da. Misol uchun men 2 oliy dargohni bitirgan bo'lsam ham, oldin o'qituvchi edim, pedagog edim. Mana hozir qishloq xo'jaligida o'qidik, uni bitirdik, oliy ma'lumotlimiz. Qishloq xo'jaligi inson uchun bir ulug' bir baxtli kasb. Yer insonni boqadi, yer insonni ulug'laydi. Shu tuproq, ona tuproq bizni shugacha bir ulug'lab kelgan, yana ulug'laydi. Men shu 30 yoshlarimda qishloq xo'jaligiga kirib keldim. Oldin siyosiy sohalarda ishladim, so'ng mana qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullandim, hasilat bo'ldim. Qishloq fuqarolar yig'ini raisi bo'ldim. Lekin yer bilan qiziqish kerak. Qishloq xo'jaligi bilan qiziqish kerak. Men bu narsalarga afsuslanaman hozir. Biz ishlagan davrlarda, hozir ham uzoq davr emas. Shu mana shu viloyatimizda yakkagina oldin kartoshkachilikka ixtisoslashgan xo'jalik bor edi. Mana Falakli gardishi bilan vaqt o'tdi, so'ng sahibkor shirkat xo'jaligi bo'ldi. Kartoshka yetishtirdik. Lekin qishloq xo'jaligida ishlagan odam iynasidan ta'minlacha bilish kerak-da. Misol uchun yerni tarbiyalasang, yer sana beradi bajagini. Yer ota-boboni boqqan bizdan boqadi. Bir qarich yerdan men bir hamma vaqt aytaman, g'ururlanib 1000 metr yerdan mashina olib minadilar. 1000 metr yerdan, 1000 kvadrat metr yerdan shunday ulug'lanib yuradilar. Lekin yer bu boylik bu. Qishloq xo'jaligi meni jonim ham dilim. Qishloq xo'jaligidan men ayrilgan davrlarim bo'ldi hozirda. Lekin baribir qalbimda shu. Paxtachilik bo'ladimi? Boshqa sabzavot ekinlari bo'ladimi? Poliz ekinlari bo'ladimi? Bog'dorchilik bo'ladimi? Bu shu eng ulug' kasb bu.
Ham dam olish uchun, ham ziyorat qilish uchun, ham davolanish uchun Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan tashrif buyurdik. Allohga behad shukrlar bo'lsin. Biz bugungi kunda ikkala maqsadimizga ham erishib turibmiz. Chunki birlari pirlarning piri hisoblangan Yusuf Hamadoniy bo'lsalar, ikkinchilari el nazarida tushgan, xalq nazarida tushgan, el boyligi hisoblangan, xalqimizning sog'ligi uchun xizmat qiladigan O'razboy tabib, Sharifboy tabib Xorazmiy o'g'li bilan uchrashdik. Allohga shukrlar bo'lsin. Mana men o'sha kun oilam bilan kelib, bunday faraz qilmagan edim. Kelishimiz bilan bizni juda yaxshi kutib oldilar. 2 xonalik uy bilan ta'minladilar. Allohga shukrlar bo'lsin. Uylarda gaz bilan ta'minlangan. Xo'sh, hamma sharoitlar yaratilgan. Bugungi kunda buni aytishimiz bizga kerak hammasi. Biz ham ruhan, ham jisman dam olyapmiz. Ana shunday ziyoratgoh joylar borligidan biz minnatdorchilik bildiramiz. Men ko'p yil oldu ziyarete katlayman. Evvelki dövrlerde şöyle bir zekaş var idi. Zekaşın boyunda hemme kümede yatar idi. Hazır yine iskına cayla, gaz, sivit, hemme neyse öyünlü şeraiti değil ekin. Şöyle hemen şimdi şeraitini yaratıp koygan adamlara köp rahmet aytaman. Hiç bende meddel olmaydı. Kaçan geseniz, kaysı vakta geseniz gün batınçaklı şöyle cay alıp onlaşıp yatıp çaynağınızda içip bir gün bolası mı 2 gün bolası mı getes. Kudayım bereket tapa vergiyle ömrü gülleri rızkın ozları moğlogay. Odam ruhan tushkunlikka tushganida ziyoratni qo'msaydi. Ajdodlarning pok ruhidan madad istaydi. Ziyoratdan qaytarganimiz har galgidek ruhiyatimizda ajib bir yengillik sezdik. Zero har bir amalga oshirajak ezgu ishlarimizda bizga madadkor bo'layotgan tabarruk zotlar yodini eslab turmoqimiz, hokipoylarda tavob qilmoq lozimligini unutmasligimiz lozim.